Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvga chiqqan uyimiz 4-dahada bo'ladi. Ya'ni o'zi bu pametnik bo'ladi. Bu yerda bolalar o'ynaydigan maydonchalari bor, parkovkalari bor. 100% hamera qulay bo'lgan joyda joylashgan. Yanimiz Gidra taraf yo'l, Iban taraf Gurlenskiga chiqadi. 19 marshrutli yo'li. Birinchi qavatda 2 xonali uy bilan tanishtirib o'tamiz. Remontlar ham yomon emas ekan, hozir ko'rib chiqdik. Endi birgalikda sizlar bilan hozir ko'chani obzor qilib turibmiz. Uyning ichini ham birgalikda ko'rib beramiz, xudo xolasa. Bolalar o'ynaydigan maydonchalar tayyor. Parkovkalari bor. Qanasa ketdik. Uyning ichini bir qator bir yandan ko'rib o'tamiz. Like'larni bosib tasanglar. 2 xonali uy qidirib yurgan odamlar uchun tayyor vəs çıktı. Bir yandan görüp ötemiz. Hürmetli obunachilar, birinchi qavatda 2 xonali uy bilan tanishtirib o'tamiz. Kvartiramiz aboydan chiqib turgan ekan, sergina peredelka etilgan bir. Birini tipa dalon etib qo'yibdilar. Aboylar urilganini ko'rib turganlaringizdek. 4-daha yo'lning ustunda yaqin yerda joylashgan. Birinchi qavatda 2 xonali. Mebellar bor, ko'rib turganlaringizdek, kelishilsa qalada bu yerda ko'p narsa, konditsionerlar bor ekan, qo'yilib turibdi. O'z otopleniyasini ega. Berimiz spalniyasi bo'ladi. Bu yerni bu girish eshigimiz, bu yer o'zi kuxni-bani bo'lishi kerak. Bu yerni bu koridorchasi girgan edi prixoshga. Yerini peredelka etganlar ozgina. Bu yerda kuxnya. Svet, suv, gazda muammo yo'q edi. Suvarlab turibdi. Maktab bog'chalar yanında. 3 maktab, 3 bog'cha bor. Gazni ko'rib turibsizlar. Obshim chotki varanglab turibdi. Uning polkalari o'tilgan ekan, oynalarimiz hammasi akfa. Ariston bor. Vannaxonani bu yerga ko'chirgan ekanlar. Unitazam bor, vannasam bor. Dapotolog, kafil terilgan. Otopleniyasi yana bu yerda. Kvartiramizning narxini keladigan bo'lsak, bir 350 million so'm deb aytilib turibdi. Qaytib kelishtirib beradi ekan, xudo xolasa. Kuxunni mebellarimiz bor, e'tibor berasizlar. Fartuqlar qilingan.